Ko'rayotganinglar Aylanaz Guruhi nomidagi Tamoq pishdi programmasi. Aylanaz Guruhi qarmog'idagi yemak-ichmak so'rinlari va Baburbodiy chiniqish markazi sizni qizg'in qarshi oladi. Tamoq pishdi programmamizni Xinjiang O'zchin yemaklik cheklash shirkati O'zchin taom qurishlari alohida qo'lladi. Tamoq pishdi programmamizni Xinjiang Misran yemaklik cheklash shirkati Misran qizlari alohida talab qildi. Hərəkət hayatlıqның mənbəsi, hərəkət sağlamlıq deməklikdir. Ruhi və cismani sağlamlığınız arzuyunuz bolsun. Güçlük sağlam bulay desiniz, Aylanaz Baburbodiy çiniqish mərkəziga keling. Baburbodiy çiniqish mərkəzi çiniqish uskunlari, ko'ngillik aram ilish rayoni, parkiz munchi muhiti, kasblashgan trenerlarning astoydil yetaklishi orqali çiniqish arzuyingizni amalga oshirishga yordam berdi. Çiniqish arzuyingiz Aylanaz Baburbodiy çiniqish mərkəzida ishga ossin. Xo'shalliq oilangizda. O'zchin yurishlikdan tetik qo'llari. Qarasam görünmeydi bala Sansakudiki Muna Sansakudiki Muna Yaxshi aytdimmi? Yaxshi. Xalq naqsiga yurish qildik-da endi, Akbar Bag'on siri. Shu, mencha lekin bu bizning uydagilar xalq naqsiga bek amroqchi. Shuning ta'siridanmikan men kichikimdan cho'nglar to'la anglagan ekan uyda. Kichikimdan xalq naqsini bek yaxshi ko'raman. Men kichikimdan ota-onamning xalq naqsini aytqanini anglab cho'ng'ashqa xalq naqsini bek yaxshi ko'raman. Xalq naqslari bizga bek go'zal tuyg'ularni ato qilishdan boshqa biz cho'ng bo'lgan shu bolalikni asiltidi. To'g'ri. Shundaqku cho'ng bo'lgan muhitimizni, yurtdagi tor ko'chalarni, bog'larni degandek. Demak, bizning bugungi programmamiz qadam tashrif qiladigan mehmon mush xalq naqsi bilan munosabatli mehmonmi qandaq? Albatta. Bugun biz programmamizga Xinjiang Muqam ansamblining atoqli naqshchisi Tursungul Qadir xonimni alayda taklif qildik. Alqishlarimiz bilan uni qarshi olamiz. Qadrimiz. Tursungul aka, yaxshimisiz? Tursungul aka, yaxshimi? Rahmat. Sizning programmamizga kelganingizdan juda xush bo'ldik qada. Tursungul aka, kichkingizni tatib naqsh etishni yaxshi ko'ramsiz? Aqlim kelsam mush naqsh etishni yaxshi ko'rdim. Hali kichik vaqtimdan. Bizning uyimiz shu Qashqadaryodan 40 kilometr keldi. Kichkimdan alqi uydagilar dehqon oilasi cho'ng'ochqa. Men yetizlikda hozirgidek yesli yo'q. Endi hozir hukumatning siyosatida hamma yesli bolalarni baqib bergan bilan o'chaqda ota-onalarimiz keyinlik silib chiqdi. Shu xamonlik qildi, yetizlik qildi. Şu o'mo'g'ichilik ashuni keyinda yurib, dehqonlik xalq naqshlarini o'qib, ashlar dehqonchilik qilgan ekan, men mashlarning keyinda yurib, mushta xalq naqsi o'qiydigan naqshchi bo'lib qopdim shu. Aqlimni bilib ta hozirgacha xalq naqshlarining nenini tepib yetdim o'zimmi? Ham xalq naqshlarini yaxshi ko'rman o'zim. To'singildan Qashqa xalq naqsini night vibe yetkazib o'rinlay oladi, ham xalqimizni bak yaxshi ko'rdi shuni. Shunga endi biz tamoq pishdi programmamizga alohida taklif qildik. Mushtaq maydonda Tursunguldan o'zining karomatini bir joriy qildirib, Qashqa xalq naqshisidan bir kuplet o'rlab beramsiz. Ba degende bağım be, senin degende yangam be, senin degende yangam biz. Acep obdan bali kella işkınızda yangam biz, işkınızda yangam biz. Rahmat. Sizlar kattamiz ada. Tursungul adamchi behtatincha qarang Akbar. Shundoq gap bo'ldi. Biz ko'p qijil qilmaydi. Endi bizning bugungi tamoq pishdi programmamizga sizni alohida taklif qilishimizdagi maqsad endi naqshima yetkazib qoldik, lekin eng asosiy maqsad sizga bugun shu tamoq etkizish, tamoq etish mahoratingizni ko'rib boqmoqchi. Shunga siz bugungi programmamizda qaysi tamoqni etib berishni o'ylashdingiz? Men bugungi programmada bu programmani o'zim bek yaxshi ko'raman, jiq ko'rib baxtim. Lekin xalqimiz shu komandasi etmedi. Ta'sir tamoqni deb qoldim, lekin endi komandasi etib baqay. Bo'ldi, undaqda
Tamakni itishdan burun Tursunguldan bir tayyorlik qilib olsa, ondan keyin yana davomli programmamizni davomlashtiramiz. Kainatda plan cheksiz. Ammo bizda birli plan bor. Şinjan Aylin Az guruhi plan muzikalik taomlar restorani siz bizga baxt huzuri bag'ishlaydi. Taomlarning sarxili hayotingizning baxt baxsh huzuri planida. Planning esilligi dilimizda bo'lsin. Plan taomlarning ta'mi tilimizda bo'lsin. Taomning esilini planitda qayerda siz desa, men planitda der. Aylin Az guruhi plan muzikalik taomlar restorani. Kadimi Cina Mayları. Xo'sh, mana Tursunguldan mo tayyorligini bitirib bo'ldi. Endi Tursungulda bugun etmoqchi bo'lgan kavmantimizga qanday materiallar ketilib bir tanishtirib o'tamiz. Bugungi etmoqchi bo'lgan kavmantimizga adamning uydagi adamning oziqligiga qarab turib, kavni shuningga asosan qilamiz. Kava, ondan azroq peshkosh. Ondan qo'y go'shti nima? Qo'y go'shti. Ondan bir tal qizil laza, ko'k laza. Bularni aralashtirganmiz. Endi yarim bosh piyoz. Ondan o'zimniki maqbirisi ozroq shakar selitimiz. Shakar selishdagi sabab hamma kava ma'nodek pishgan, ta'mli bo'lmaydi. Tatli bo'lsin atayina. Ba'zi kavalarningki ta'mi yaxshi bo'lmay qolib qolsa, tatli bo'laveradi. Shakar bilan azroq tengishtirsak tatli bo'ldi. Ondan azroq qo'ymay, uni azroq so'mayni qilib, epchesh qilib, mizutimiz azroq tuz degandek. Undaqda tamoq yetishni boshlab kelsak, eng oldi bilan qaysi mashg'ulotni qilib boramiz? Eng oldi bilan kavni oqlaymiz. Oqlab to'g'rib olamiz. Oqlab to'g'rib olamiz. Hem de yüzümüzdeki şu toğurgan kavının azıcıklığı kayla göş arlaştırmamız. Göşünü toğrab alamiz, ha? Bunu müşşaq toğrandık. Onu pitimantı bilan o'xshash qilib to'g'raymiz. Odatda kav bilan go'shtning nisbini qanchalik tanishasiz sizda? Go'sht chiqroq sarsoq payz bo'ldi. Azroq tejisak, azroq sarsoq qashda yaxshi bo'ldi. Mana hazırımda go'sht bilan kavni to'g'rab tayyor qilib oldim. Buni azroq piyoz to'g'ray. Qiymliq tamoqda bosh piyoz kam bo'lsa bo'lmaydi. Azroq ta'mchilik o'zdim. Ba'zida piyozmi sanmaydi, lekin men o'zimning yetishim bo'yicha istam. Cho'qim azroq piyoz selib etmasak, go'shtning ta'mini piyoz bo'lmasa ta'mli bo'lmaydi. Ta'mli bo'lmaydi. Piyozni selib oldim endi. Azroq rangli qilish uchun, chiroyli qilish uchun. Qizil lazım. Açıq emasrek lazım tanlayımızda. Çünki kavның tatlılıqlıqıga ta'sir ko'rsatmaydigan ahvol ostida rangli qilamiz. Shunday. Mesela ochiq lazım bo'lib qolsa, men yana to'mirni ilib etmasak, kavmantisini ochiq qo'ydi. Ochiq qo'ydi. Har qanday bo'lsa, cho'nkisilik mushtaq lazım biz tal silib etsak. Rangli bo'ladi. Endi tuzini solamiz, ha? Tuzni olay. Mana tuz. Buni qanday shuna oziq qaylab turib, mening ko'nglimda ikki qo'shiq salsak bo'g'dek. Ikki qo'shiq. Azroq selib deb. Ondan biz qo'shiqni tanshab, mana shakar. Şekerli selib olamiz. Shekarni ilk chiqsasak, abiyam degandek tatli qo'yib qoldi shu. 3-4 qo'shiq salsak bo'ldi shunami? Shu kichik qo'shiqda 3-4 qo'shiq salsak bo'ldi. Ondan endi qilib qolgani mau qo'ymay azroq so'may aralashtirib, epchesh qilib, mana mezi olamiz. Bunda programmamizda alayda qo'llagan qadimiy China yog'laridan ishlataylik buningga. Qazon qo'yamiz buni. Qanchalik qo'ysak bo'ladi?
men qarab turay. Chiqraq. Bo'ldi. Bo'ldi, ha? Bo'ldi. Mayağı düşüp bo'lgandan keyin lam qo'ymayni sasaq. Qiziqroq vaqtida bejirasa ekan bo'lmaydi menimcha. Qiziqmay desak bo'lmaydi. Yağmı qizgandek turdi? Yağmı qizib qoldi. Qo'yig'in salamlik bunga? Qo'yig'in silib. Qo'yig'ining o'zining shu suya qanchalik olsa shuni pilallab turib, silib ilib. Mal qiziq endi hozir. O sen soysa, bu soyğıçılık hemini jığır olay. Bunun o bende. Bu şu onu layık silip tuzne. Mani jığır vasan. Heminim pişirip teyaklı aldık hem de. Tursungilarda kasbi sanatkarlık hayatınız, kasbi sanat hayatınız kaçandan başlangan desek buludu? Okuğucu vaxtımını hesaplaganda 81'den hesaplayakmış kasbi hayatım. Mektep içiga vaqtimdan başlasam. Sanat mektep mi? Sanat mektep. Qashqa sanat mektep o'qigan. Demek 40 yıl bo'ldi hozir, ha? Ondan keyin siz qachon Urumchiga yetkilib kelgan? Men 99-yilda yetkilib keldim. Bu yerga yetkilib kelgandan keyin maxsus muqam etdingiz, shundaqmi? Muqamni asosiyatdan o'rganish bosqichida. Undan keyin o'rganib o'zlashtirib, sanilda herhalde endi muqamga bir kishilik töpü koştum dep oylayım baş hizmetdaşlarımga o'xshash. Muqam tas. Pek tas. Bilgen adamga uni qilib chiqarib olsa osankan. Bizlar xalq naqshlari ijodiy naqshlarni jiq bo'lsa 4 kuplet, 3 kupletlik naqshlarni o'qigandan muqamning hajmi pek cho'ng. Bir muqamni o'rinlash uchun 1 soat 40 minut, 50 minut vaqt ketgandan tugamayotgandek tekstlari murakkab, ahonlar bisi-bisidan chiroyli pek murakkab bo'lgandan keyin uni o'rganish jaryonim sal tasga tushdi. Buni bek biz qilsak, tezlib ketdi. Tukcha. Qilin qilsa bir xil toza chiroyli sifatli chiqmaydi. Matiq suqcha qo'yib qoldi mana. Endi men yog' so'ygan bo'lsa, menga mish o'lchab turib, yog'ni qo'yib olamiz. Yog'ni qo'yib olamiz. Qilchi qo'yganmiz a? Tatlı qo'lida. Manınga ızraqlığınam zir selivesek buldu. Dar dermeklerden. Dar dermeklerden zirini ızraq. Zir ba mana bizning programmamiz alayda qo'llangan, shu o'z uchun tamtid qilib ta'minlagan zirdan ishlataylik bunga. Izraq asosan o'z damrak bo'lsin. Bo'ldi. Men mijga vaqtimizda so'liqroq bo'lish uchun su aralashtirdik. Su aralashtirdik, mesela Soğuk su olsun bulamdı. Soğuk. Soğuk su, sık su kısak olmaydı. Biz bunu azıcık su koyup, mezip tek aralashtirgandan keyin, biraz minut koyup, tındırıp aldınız, değil mi? Tındırıp aldınız. Bo'ldi. Qadrli ko'rman do'stlar, ko'ryapsizlar, Aylınaz Guruhi nomidagi Tamoq pishdi programmasi. Shunda programmamizni o'z uchun tam qurishlari alayda qo'llagan. Programmamizni Misran qizlari alayda talab qilgan. Endi Tursingilda bu Petermanton tugishini boshlab kelsak bo'lamdi? Bo'ldi, tayyor qilib oldik. Buni qanday tugimizmish Petermantoni? Bu Petermant tugish xili tez deb o'ylayman men. Bu chuchirib, javob tugish qaraganda bu Petermant tugish tasa. Ancha emas. Ikimiz birga tugamdi. Ma'qul. Ekber tugib boqamiz. Men shu bu bir qiyinlik darajasi yo'q ekan bu Petermant tugishnikicha. Men tugib olamasligim mumkin. Voy şemsiye bek chiroyli tugiblar. Ummaq qilib. Voy, şemsiyadam qoldirdi. Buni nima chiroyli tugalaydi masala? Miya qo'shaq taxim chiroyli ko'rinadi. Mana chiroyli tugilgan Petermantlarimiz qasqon tizilib bo'ldi. Endi buni tayyor bo'ldi. Qazon soldik. Qazon soldi. Endi buni odat qovmatisini qanchalik vaqt pishiramiz? Qazon qaynab qolgandan keyin 20 minut pishadi. İsan yegin Mısran, yolda kalmaz arman.
hayatga lazzat Misran qizlari. 31, 32 bo'ldimi? Timtirab uyga olgan bolan ko'rdingizmi? Yangiqon bir qizim bir til bilsam depiraman. Men. Misran qizlari. Misran qizlari. Misran yurishlik mahsulotlari. Her faslning güzel bir hikayesi bo'ladi. Ana shu hikoyalar aslan chiqmaydigan tamlarni aslida. Her qitim fasl ichimligini ichganda chanqagan dillarim huzur topgandek. Fasllar qo'yniga singib ketgandek his qilaman. Qo'mizdagi chanqaq dillarning huzuri fasl ichimligi. 20 minut vaqt to'shdi tursingilarda. Qadam ochib bo'lmasa. Tamoq. Pişti. Pishib. Mana tursingiladam ajr qilib aytgan komandasi tayyor bo'ldi. Qarmoq nihoyat o'xshagandek qildi. Shung biz bir tetib baqayli oldi bilan. Cho'qlan taqtay. Men tursingiladam. Men yemsammi bo'lar, izamat. O'zingizni bab ko'rdim. Uyda qanday aytdingiz, bugun qanday bo'pti degan bir masala bor. Rahmat. Chiroyli qadam aytgan chiroyli mantini Nazifaning chiroyli taqsida bir tetib ko'rib baqaylik. Tuz kapti. Bo'ptimi ya? Men boyim iliqi yog'ni aralashtirgan vaqtda ansiriyatdan chunki men faqat yog' yemayman-ku. Go'shtni manchiq yeb ketmayman, yog'ni texibmi yemayman. Hozir aralashtirgandan keyin yumshni yalamaydigan o'xshayman desam, biroq ma'lumki ko'nglik tegmaydigan bir xil bo'pti. Boy degan o'xshash hamma narsani iliqi yaxshi tanishilsa, yaxshi kontrol qila olsa, rahmat, yaxshi tanishilgan bo'lsa xush bo'ldi. Tanishlik shunda yaxshi, bek o'xshab turadi. O'xshabdi. Komandasining manda o'xshaydiganini bilmayman. Komandasi amroq emas deb qo'yibdim. Amroq emas. Amroq emas. O'xshaydiganman to'xtatmam. Qadrli ko'rman do'stlar, biz bugun Tursungul Qodir hadimizning alayda vaqtini chiqarib programmamizga qadam tashrif qilganiga bizga yiqimliq naqshlarini, tamoq etish mahoratini va chiroyli gap so'zlarini sovg'a qilganiga yana bir qitim rahmat aytamiz. Mana shundoq go'shtlik shundoq komandlarni, petromantlarni yegan vaqtida biz programmamiz alayda qo'llagan fasl ichimliklarni ichib olsak, bu texnik singishlik bo'lamdiki deb o'yladim. Undaqda biz fasl ichimliklardan bir attaldan ichib olgan doktor singilada. Sizlar rahmat. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, tamoq pishdi programmamizning bu qismi mushada oyoqlashdi. Kelar programmamizda texnik sarxil mazmunlar diqqatinglar bo'ldi. Kelar o'tkazaylik. Xayr xo'sh. Hərəkət həyatlıqның mənbəsi, hərəkət sağlamlıq deməklikdir. Ruhi və cismani sağlamlığınız arzuyunuz bolsun. Güclük sağlam bulaydısınız, Aylin Az Baburbadi Çiniqiş mərkəziga kelin. Baburbadi Çiniqiş mərkəzi Çiniqiş üskünləri, köngüllük aram iliş rayonu, pakizm munchi muhiti, kəsbləşkən trenerlarning astoydili yetəkliş orqali Çiniqiş arzuyunuzni amalga oshirishga yordam berdi. Çiniqiş arzuyunuz Aylin Az Baburbadi Çiniqiş mərkəzida ishga ossin. Kainatda plan cheksiz. Ammo bizda bir plan bor. Şinjan Aylin Az guruhi plan musiqali taomlar restorani siz bizga baxt huzuri bag'ishlaydi. Taomlarning sarxili hayotingizning baxt baxsh huzuri planida. Planning esilligi dilimizda bo'lsin. Plan taomlarning ta'mi tilimizda bo'lsin. Taomning esilini planitda qayerda siz desa, men planitda der. Aylin Az guruhi plan musiqali taomlar restorani. Say